Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva qiziquvchilari. Xo'sh, Qashqadaryo viloyati Qamashi Chem mol bozoriga tashrif buyurganmiz. Ko'rishlar mumkin, qo'y-qo'zi narx-navosini bir tanishib o'tamiz. Video yoqsa albatta like bosib qo'yasizlar, kanalga esa obuna bo'lib qo'yasizlar. Qo'ldan kelgancha obzor qilishga harakat qilamiz. Albatta egalari ruxsat berganlarni do'stlar. Bu kanalimiz ancha bo'lgan, ochilganiga ancha bo'ldi, videolar qilinmagan. Instagram ochib qo'yganmiz. Asosiy Instagramga qisqa videolarni ko'proq qo'yib turibmiz. U ham Chorva City o'tib qo'shilib qo'ysanglar, u yerda qisqa ko'p mol qo'zilarni obzorlarni qilib o'tganmiz. Sizlarni ko'p kuttirmaymiz. Haftani juma 3-aprel sanasi 2026-yil narx-navolarni sizlarga bir qator tanishtirib o'tib ketamiz. Bo'lmasa boshladik akalar. Bu sotildimi aka? Nech pulga? Assalomu alaykum. Yo'q, bo'ldi. Qanchaga ketdi? 5,5. Irg'ochi? 5,5. Xo'sh. Mana shu joyda optimroq joylar bor ekan. 7,5 dan so'ralayotgan ekan. Bu tarafda 4 tasi 8 dan. Telefon nomerlarini chiqarib qo'yaman ekranga. Boya Instagramga ham olgandik. 7,5 kami bor, bir joyga bo'lsa deyapti. Yana u tarafdagilari 8, u ham kami bor ekan. G'uzorda qo'ylar ekan. Qo'chqor hammasi. Nomerlari shu ekranga chiqaramiz. Agar qiziq bo'lsa, telefon qilasizlar, bo'lmasa yo'q. Like bosib qo'yaverasizlar. Endi biz Donavoyga o'tib ketaveramiz. Donalarni ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Nech pul ekan aka? 5 million. 5 million so'rayapsiz. Necha yosh bu? Birdan o'tdi. Necha so'rayapti bozor? Hozir 4 million 8, 4 million 7 so'rayapti. Bermayapsiz. Yo'q. Nechiga endi? 5 bo'lsa beramiz. 5 bo'lsa berasiz. Qayer qo'yi bu? Oxirobod. Oxirobod, Qamashi. Dehqonchilikmi? Yo olib sotadimi? Nima bitta izi yo'qmi bular? Yo, sotdim ikra. Ha, sotibdi. 5 bo'lsa beraman deyapti. Rahmat aka. O, asta. Oyoqlar bosilib. Bu nech pul ekan aka? Ikkalasi, ha? Qo'chqormi? Ikkalasi ham. 10 million. Kami bor? Kam bor. So'radimi bozor ham? Bozor 85, 85, 90 so'radi. Bermayapsiz. Xo'sh, nech pul ekan bular? Assalomu alaykum. 5 million. Yo'q, o'zini. Sen bor, o'zini olma, sen bor. Gapirib so'kib yuboradimi? Qanchadan dedik? 5 dan dedik, ha? 5 dan. Necha yosh bular? 1 yoshdan oshyapti. 1 yoshdan oshdi. Qo'chqor uchalasi ham. Bozor nima deyapti, og'a? Siznikimi ya? 7 million shu sotaymi? Baraka ham qilib berdi akamiz. Bo'ldi. Menga qarang, yengil baraka. Yoki 7 ta ko'rasiz. Qanchaga so'rayapsiz? Qayerda qo'yadi, og'a? Ya o'zi, Qamashimi, G'uzormi? Menga kerak emas, mol ko'p. Gapirgisi kelmadi. Nech puldan ekan aka? 4,5 dan. Qo'chqorman ba'zi? Bozor nima deyapti aka? Har xil 4 milliondan. 4 milliondan bermadingiz. Nechidan berasiz? 43 dan, ha? Izi ko'pmi yo'qmi? Izi ko'p. Nomer berib qo'ying. Nomer yo'q. Telefon nomeri yo'qmi? Bermaysizmi? Mayli, charchamang. Xo'p, donalar ko'rsatamiz, yo optim joylar ko'rsatamizmi? Nech puldan ekan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bular Bitta chiqarmadingmanda. Biz chiqmaydi. siz chiqmaysiz, qo'ylar chiqadi. Shu yigitni chiqarib oldik. Yo'q, 4 ta 17,5 million so'rayapti. 17,5 million to'rtalasi, ha? Bozor nima dedi? Bozor 17,5 million so'rayapti. Ha, bozor so'radi. O'zingiz qancha aytyapsiz? 20 deyapti. 20 bir joyga. Qayerda qo'yadi? Chimdiki. Necha yosh bular? Birda hali qo'zi. Gap yo'q. Qaysi ana bu? Bu Chorva City degani. Chorva City. YouTube'da ko'raveramiz. YouTube'da chiqaman? Ha, YouTube, Instagram ham. YouTube ham bor. Bo'ldi, Charchamaysiz, mayli. Bu nech pul ekan, tog'a? 6 million. 6 million. Bolasi bilanmi?
Bunisi 3 million. 3 millionga 6. Bozor nima dedi? Bozor buni 52 so'rayapti, buni 28 so'rayapti. Buni 28, buni 51, 51 bermadingiz. Nechiga mo'ljal? 53, 54. 53, 54. Bu Bu 3 bo'lsa 3 bo'lsa berasiz. Qayerdagi bu? Gagarin. Gagarin. Dehqonchilikmi? Mayli. Bozoringiz bersin, charchamang. Nech pul ekan aka bu? Buni 4 deyapmiz aka. 4 million. Qo'shqorcha? Hali nimasiga to'lmaganmi? Ha, yoshiga to'lmagan. To'lmagan. Bozor qanday? Qimmat, arzon? Bozor normal bo'ladi aka. Ko'tarilib ketmadimi? Nech pul aka bu? Buni 4 deyapmiz aka. 4 deb so'rab turibdi mana. Odam nima deyapsiz? Ha? Hamma bir-birini sherigini ko'rsating deydi. Nima unday? Kim biladi? Qiziqadi, ko'rsa, keyin ahmoq bo'ladi. Shuni aytaman-da. Telefonlar etamiz akalar. Nech pul ekan aka? Assalomu alaykum. 6,5. Ikkalasimi? Ikkalasi. Qo'chqarmi bu yilg'achmi? Qo'chqorcha. Bozor nima dedi? 58 so'rayapti. 58 bermayapsiz. Bozor qanday o'zi? Qimmatmi? Bozor pastroq. Bugun pasa? Bugun pas. Bozor pas deyapti mana. Xo'p, charchamang aka. Xo'p, ko'prog'ini ko'rsataylik. Nech pul ekan aka? Assalomu alaykum. 7,5 million. 7,5 dan hammasi, ha? 3 ta ona bola. 3 ta ona bola. Bozor nima dedi aka? 6,5 million. 6,5 dan so'ra. Bermadingiz. Tepasi, ha? Qayerda qo'ylari? Sovlig'or. G'uzor Sovlig'or. Bu yoqda savdo bo'lib yotibdi. Buni so'raylikchi. Bu nech pul ekan aka? 3,5 so'rayapsiz. Bozor qancha bilan? 32 bermadingiz. Tepasida gaplashasizmi? Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Yo olib sotarmi? Ha, dehqonchilik. Bittami? Birovni sotdik hozir 38 ga, bundan sal balandroq. Bozor qanday o'zi? Qimmatmi, arzonmi bugun? Bozor bo'ladi. Yo o'tgan oy, undan oldingiga qaraganda. Bugun Qimirlagan sal. mayli, charchamang. Chorva City. Bular nech pul ekan? Bo'g'oz qo'ylari 5,5 dan deyapti. Bo'g'oz qo'ylar 5,5 dan. Bu 4 million. Bu ham bo'g'oz. Bozor nima deyapti? Hozir 4,5 dan deyapti, buni 3 million 300 deyapti. 4,5 dan, bu 3 million 300 dan. Qayerda qo'ylari? Chimdik, ha? Dehqonchilik. Tirikchilik. Degabi. Assalomu alaykum. Narxini bilib qo'yaylik. Shart emas. Bu 6,5 bilan so'rabdi, yana bo'ladi. 6,5 yana bola. Bunisi Qo'shqor qo'ysin. Qo'chqor qo'y. Bu qancha? 36 so'rabdi. 36 bermayapsiz. Qo'shsa berasiz. Ha, charchamang. Bozor shunday akalar. Mayda quyda aralash hammasini bir so'raymiz. Nech pul ekan aka? Assalomu alaykum. Bular qanchadan? 2,5 deyapti. 2,5 dan? Kattasi? 2,5 5 million deyapti. 5 millionga 2,5. Bozor nima dedi? Nechi qildi bozor? 4 million 400, 1 million 800. 1 million 800, 1 million 400. Bu bolasi bilan, ha? Ha, ayna bola. Qo'chqorchami? Urg'och. Urg'ochimi? Qaysi kanal? Chorva City. Kimni ko'rsatib berish kerak? O'zi shakka o'z hali qo'yda yuribdi. Nechta odam bo'lsa bir-birini sherigini Oldi ko'rsatib. ko'tarib qo'y, ey polvon. Qarab qarab. Hamma sher. Echkilar nech pul ekan? Echki 2,5 milliondan berdi. 2,5 dan yana bola, ha? Ha, yana bola. Bularchi? Bular yakka qo'ziq. Qanchadan? Bu aka 3,5 million. Bozor qanday aka? Qimmatmi, 6 arzonmi? million so'rayapti aka. 6 million. Ya o'zi qimmatladimi? Bugun arzonmi? Bilmadim aka. O'tgan haftaga qaraganda. Bular normal aka. Normalmi? Echki kammi deyman?
2,5 million ina bola. Echkilar kam ekan. Mayli aka, charchamang. Jiyan nech pul bu? O'tta deb ekan. Qancha? O'tta deb ekan. 4 milliondan deyapsan kam bu. Nech pulga bermang? Suvga berma. 34 ga berilmagan. Irg'ochmi? Xo'sh. Qancha ekan tog'a? 2,5 deyapti. 2,5. Ikkalasi ham. Yo'q, bunisi 3,5. Bu 3,5, bu 2,5. Qo'chqormi? Biri qo'chqar, biri irg'achi. Bu irg'ochmi? Bu qo'chqorcha. Bu qo'chqorcha. Bu irg'achi. Bu irg'ochi. Bozor nima deydi? Bozor ham so'rayapti. 21, 22 so'rab turibdi irg'achini. Bermadingiz. Yo'q. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Bozor qanday bugun? Bozor yaxshi bo'ladi. Qimmatmi yo arzonmi? O'rtacha, unday qimmat ham emas, arzon ham emas. Qachon tashlaydi u? Tashlaydigan vaqt bo'lar-ku. May oyida tashlaydi. May oyida tashlaydi. Mayli, charchamang. Qaysi kanal bu? Chorva City. Ha, YouTube'da. Ko'ramiz bugun. Qancha bo'lyapti? Savdo. Ha, 31 dan. Ha. 35. Bir xilmi yo bittasini so'rayapti? Buni. Ha. Savdoni qilaversin. Bular qanchadan aka? Ikkovi, uchovini 26 dan deyapmiz aka. 26 dan uchovi. Bunisi. Bu katta qo'chqorda 3,5 deyapmiz aka. Ha, kattasi 3,5. Bozor nima dedi? Bu 3 tani 23 dan so'rayapti. Kichkinani bu katta qo'chqorda 3 million so'rayapti aka. Bermayapsizmi? Qo'shsa berasiz. Dehqonchilikmi chiqib? Dehqonchilik. Qayerdaki? Yarg'onchiniki. Yarg'inchi G'uzor. Xo'p. Irg'ochilarni ham so'raylik. Nech puldan ekan tog'a? Assalomu alaykum. 5 dan deyapti. Ikkalasi ham. 5 dan. Bozor nima dedi? Hozir har xil so'rayapti. Nechi qildi? 38, 39. 38, 39 qilyapti. Ha? Bermadingiz. Qo'shsa berasiz. Ay, kerak. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Qayerdaki qo'y? Yarg'inchi. Yarg'inchi G'uzor. Uzor. Mana. Bo'ldi. Charchamang. Irg'ochilarni so'raylik, endi bir mayda qo'ylarni ham so'raylik. Nech puldan aka? Akajon, bularda 3,5 dan deyapsiz, kami bor aka. 3,5 dan kami bor. Ha. Bozor nima deyapti? Bozor qarang, 27 dan bir joyga so'rayapti. 27 dan bir joyga bermayapti. Bermadi. 3 ta urg'ochisi, 2 ta qo'chqori bor. Nech Ha. qanchadan berasiz bir joyga bo'lsa? Bir joyga bo'lsa 3 milliondan olsin dedik aka. 3 million. Qayerdagi qo'y? Bu Savlig'ardagi qo'ylar. Savlig'ardi qo'ylari. Bir joyga bo'lsa mana. 3 ta irg'ochi dedingiz-a? 3 tasi irg'ochi ekan. Yana ham maydalarni so'rayapti. Assalomu alaykum. Savdo bo'lyapti. Nech pul bor? Savdo ham bo'lyapti. Tog'alar. Gap yo'q. Nech pul ekan aka? Ben so'rayapti 1 million 620 ming. Men 1 million 750 ming deyapman shuni. 1 million 620 dan so'ra. Bitta juni bitta qo'chqorchani. Siz qancha aytdingiz? Men 1 million 750 ming dedim. Ay, mana beraman. Berdim aka 12 ta. Yomon bilan so'raman. Mana o'zi savdo ham boshlanib ketdi kelgandan. Qo'chqormi hikoya? Bular qanchadan aka? Assalomu alaykum. 500 dan kami bor. 3 million 500 dan kami bor. So'raysiz. Bozor qancha so'radi? YouTube'ga qo'yasiz. Bozor 2 million 850 dan qilyapti ko'tarasiga. Ha, 3 ko'taradi. million 100 dan bo'lsa beraveramiz deyapti. 3 million 100 dan bo'lsa ko'tarasiga berasiz. Ha, 13 ta erkak, bitta urg'och. Ana bo'lmasa. Qayerdaki? Dehqonobodniki aka. Dehqonobod. Dehqonchilik. Yo'q, Ya, tirikchilik. tirikchilik, ha? Tirikchilik. Nomer berib qo'ying. 95 025 18 88. Bo'ldi. Aloqaga chiqaversin. Izi ko'p. Izi ko'p, tugab qolmaydi. Ko'p qolmaydi. Mana. Irg'ochi, erkak, aralash shunday ekan. Mana.
Qo'chqor. 13 ta qo'chqor, bitta urg'ochisi bor. Ha. Bozor qanday o'zi aka bugun? Bozor bugun bo'ladi. Ozroqgina pastladi. Pastlagan ha? Ha, shunday qo'chqorlar 33 dan sotyapti, 31 dan beraveramiz. Nimani evaziga pastlagan? Mol ko'paygani uchun bodring so'ragandek bo'lam so'ramasin deb sotilyapti. Onalari tirikchiligi bo'lsin. Ha. Mana do'stlar, bugungi bozordagi narx-navolarni qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Shu bilan videomizni tugatamiz va keyin biz bu yoqda mol, qo'y, ho'kizlarni narxini chiqarishimiz kerak. Bu akamizda nomerlari aytib o'tildi, aloqaga chiqasizlar. Shu bilan videomizni tugatamiz. Kommentariyada ko'proq qaysi mollarni, chorvalarni narx-navosi qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yasizlar.